Assalomu alaykum barchalaringizga. Mana 2026-yil ham kirib keldi. Markazimizda yangi qo'llanmalar bilan darslarni boshlab olganmiz. Vaqtni sizlar bilan bo'lishib boramiz nasib qilsa. Va yana JLPT javoblariga chiqishga ham oz vaqt qoldi. Nasib qilsa sanoqli kunlar qoldi. JLPT javoblari chiqqandan keyin ham sizlar bilan bo'lishib boramiz. Va yana bir qisqacha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Nasib qilsa tez orada 2026-yilning iyul uchun yapon maktablari bilan suhbatlar ham boshlanadi. Bu haqida ham sizlarga qisqacha ichidan ko'rsatib boramiz. Suhbat qanaqa o'tib bo'ladi, qanday javob berdi bo'lar, hammasini sizlar bilan bo'lishib boramiz. Va yana shu joyda bir qisqacha e'lonni aytib o'tmoqchiman. 2026-yilning kuzgi semestrga biz qabul ochganmiz. Bu shu yilning yozgacha maktab, kollej, litsey, bakalavr tugatayotgan talabalarga to'g'ri keladi. Ya'ni siz shu yil yozda O'zbekistonda o'qish joyingizni tamomlaysiz va kuzda, oktyabrda inshaalloh o'qishni Yaponiyada davom ettirasiz. Buning uchun hozirdan siz yapon tilini boshlashingiz kerak bo'ladi. Bizlarni kuzatib boring. Keyingi storiesda yangi qo'llanma bilan darslar qanaqa jarayonda o'tayotganini bo'lishib boramiz.